Yer yuzining 70% dan ortig'ini suv qoplagan. Ammo bu ulkan okeanlar qayerdan kelganini bilasizmi? Olimlar hamon aniq javob topa olishmadi. Sayyoramiz 4,5 milliard yil oldin hosil bo'lgan, ammo dastlabki davrlarda yer sirtida deyarli hech qanday suv bo'lmagan. Keyinchalik okeanlar qanday paydo bo'lgani sirligicha qolmoqda. Eng mashhur nazariyalardan biriga ko'ra, Yerga milliardlab yillar oldin muzga boy kometalar kelib urilgan. Ularning suvlari bug'lanib, okeanlarga aylangan deyishadi. Yana bir gipotezaga ko'ra, suvning katta qismi asteroidlar orqali kelgan. Ularning ichida ko'p miqdorda muz va gidratlangan minerallar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zi olimlar esa Yerning suv manbai aslida ichki qatlamlarda yashiringan deyishadi. Mantiyadagi minerallar ichida ulkan miqdorda suv bo'lishi mumkin. Okean suvi va kometalar tarkibidagi deuteriy miqdori solishtirilganda natijalar mos kelmaydi. Bu esa kometalar nazariyasini shubha ostiga qo'yadi. Hozircha biror nazariya to'liq isbotlanmagan. Yer suvining kelib chiqishi haqida ilm-fanda yakdil fikr yo'q. Yer suvining kelib chiqishi bizning moviy sayyoramiz haqidagi eng katta yechilmagan jumboqlardan biri bo'lib qolmoqda. Olimlarni hali ko'p ishlar kutmoqda. Yer suvining kelib chiqishi, yangi ilmiy nazariyalar va kashfiyotlar faqat Telegram kanalimizda.